Savol: ro'zadorga iftorlik qilib berilsa, ro'zador savobicha ajrga erishiladimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah ammo ba'd. Bu haqida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan marhamat qilingan hadis sharifda Janobi Hazrat aytdilarki: Bismillahirrohmanirrohim. Man fattara soiman kana lahu mislu ajrihi. G'ayra annahu la yanqusu zalika min ajri soimi shay'an. Ravahu Tirmizi. Ya'ni Imom Tirmizi rivoyat qilgan ushbu hadis sharifda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki, kim bir ro'zadorga iftorlik qilib bersa, ana shu ro'zadorning ro'zasiga berilgan mislchalik unga ajr beriladi. Lekin bu narsa ro'zadorning ajridan biron narsani kamaytirmaydi dedilar. Shunga ko'ra imkoniyati bor insonlar mana shu Ramazon kunlarida ehtiyojmand, ijtimoiy himoyaga muhtoj kimsalarga iftorlik qilishliklari uchun yordam berib, ya'ni kerakli oziq-ovqat mahsulotlari va boshqa ehtiyojlarini olib berib, ularni iftorlik va saharlik qilishlariga yordam bersalar, ana shu ro'zadorlar qancha savobga ega bo'lsalar, tutgan ro'zalaridan bu yordam qilgan kimsalarga ham ana shuncha ajr savob berilar ekan. Va albatta bu narsani as'asa dabdaba va riyodan, sum'atdan xoli bo'lgan holatda qilishlikka buyuriladi. Shuning uchun bugungi kunda iftorliklarni turli xil restoranlar yoki to'yxonalarda minglab yoki 500lab odamlarga el ko'rsin uchun riyo, sum'at aralashgan holatda qilgandan ko'ra, ehtiyojmand kimsalarni oilalariga kerakli oziq-ovqat mahsulotlarini olib berilsa, birinchidan riyodan xoli bo'ladi, xolis Alloh uchun qilingan bo'ladi. Ikkinchidan ular bir marta emas, balki bir necha kun ana shu olib berilgan mahsulotlar yordamida iftorlik va saharlik qiladilarda, shunga bu odam sharoit yaratib berganligi uchun ularga qancha ajr savob berilsa, ana shu ehson qilguvchiga ham ana shuncha ajr savob berilar ekan. Sahoba ikromlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ushbu hadis sharifni aytganlarida savol berishib, har birimiz ham bunga qodir emasmiz-ku, ey Allohning rasuli deb so'rashganda aytdilarki, Alloh bu savobni ro'zadorga bir qultum suv yoki bir dona xurmo yoki bir yutum sut bilan og'iz ochishiga yordam bergan kimsaga ham beradi dedilar. Agar kim bir ro'zadorni qornini to'yg'azsa, gunohlariga kafforat bo'ladi va qiyomatda mani havzimdan Alloh uni shunday sug'oradiki, to jannatga kirgunicha qayta chanqoqlik nimaligini bilmaydi dedilar. Shuning uchun har kim imkoniyati darajasida bir ro'zadorni og'zini ochishligiga bir yutum sutmi, bir dona xurmo yoki bir ho'plam suv bilan bo'lsa ham yordam bersa, ana shu ro'zadorga qancha ajr savob berilsa tutgan ro'zasidan, ana shu iftorlikka yordam bergan kimsaga ham ana shuncha ajr savob berilishligi va'da qilingan ekan. Vallohu a'lam va ahkamu bis-savob.